Uyda qolib ketgan, suv qochgan, hattoki qo'ylarga berilishi kerak bo'lgan nondan juda ham mazali yegulik tayyorlash mumkinligini bilmagandim. Tayyorlab ko'rdim, juda ham mazali chiqdi va albatta retsepti bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Demak, ozgina sariyog'da suv qochgan nonni qovurib olamiz. Qizargandan keyin va sariyog'ni o'ziga tortib olgandan keyin bir chetga olib qo'yamiz. Boshqa idishga 4 dona tuxum solamiz va albatta tuz solishni unutmaymiz. Keyin esa aralashtiramiz. Agar mabodo xolodilnikinglarni bir burchagida sosiska yoki kolbasa qolib ketgan bo'lsa, mayda to'rtburchak qilib sovorsanglar, yana ham mazali chiqadi. Bo'lmasa solmasanglar ham bo'ladi. Demak, kolbasani solgandan keyin qovurilgan nonni ham solib, tovaga ozgina yog' solamiz. Keyin esa tayyor massani solib, taxminan 3-5 daqiqa kutib turamiz. 3-5 daqiqadan keyin shoshmasdan teskari tarafini o'girib, ustiga tomat yoki ketchup suramiz. Keyin esa qirg'ichdan o'tkazilgan sir solib, chiroyli qilib pomidor terib chiqamiz. Pomidor ustiga ham ozgina sir solib, yana ustini 3-4 daqiqaga yopib qo'yamiz. Sir erigungacha turishi kerak. Demak, 3-4 daqiqadan keyin qarabsizlarki, juda ham mazali yegulik tayyor. Xohlasanglar nonushta uchun, xohlasanglar dangasaligiga tutganda tayyorlasanglar ham bo'ladi. Eng asosiysi juda ham mazali chiqadi. Xullas, sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha.